Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Mana hozir yana bitta ukamiz ishga kirgan. Ukamiz oktyabr oyida kelgan va hozir fevralda уже 2-3 oydan beri ofitsial ishlayapti. Shu jarayonlari, ishga kirish jarayonlari va qanaqa qiyinchiliklar yoki osonchiliklar bo'lganini mana bugun ukamizdan, ya'ni Abdurahmondan so'raymiz. Ukamizdan biz orqali kelgan. Ozgina o'zingiz haqingizda ma'lumot bering, Abdurahmon. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdurahmon, Toshkent shahridanman. YouTube'dan Uzastur kanalini topib, Nodir akani ko'rib, servislarga keldim. 4 oy bo'lib qoldi. Ya'ni oktyabrda kelgansiz, to'g'rimi? Shunaqa oktyabr o'rtalarida kelganman Dubayga. Kelishingiz bilan уже aytilgan narsalar, ya'ni uy, joy kutib olish bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. Kelishim bilan aeroportda o'zi kutib olishdi. Keyin kvartiraga olib kelib, uy joy hammasi 100% qoplab berildi. Uy joyi bilan ta'minlandim. Xo'p, mana uka, birinchi kelganingizda qanaqa taassurotlar bo'lgan Dubay haqida? Birinchi taassurotim ob-havo bo'yicha aeroportdan chiqishim bilan saunaga chiqqandek bo'ldim. Aytak o'rganib qoldik shunga. O'sha hozir o'rganib, xuddi anchadan beri yurganda yuribmiz. Mana qarang, mana hamma qiziqadi. Birinchi bo'lib Dubayda kelgandan keyin 1 oylik vaqtingiz bo'ladi, ya'ni 1 oylik vizada kelgansizlar. Shu ichida ish topa olish mumkinmi? Mana siz qancha muddat ichida ish topdingiz? Xo'sh, men kelganimdan keyin sal yetmay qoldi. Endi atak topsa bo'ladi. Shu 1 oy ichida viza 30 kunlik bo'lsa, o'sha yaxshilab harakat qilsa, o'shaning ichida ham topsa bo'ladi. Endi menda sal cho'zilgani uchun 1,5 oy ichida kelganimdan beri 1,5 oy o'tib, уже ishni boshladim. Lekin agar harakat qilsa, erinmasdan harakat qilsa 1 oy ichida ham topsa bo'ladi. Ya'ni sizda 1,5 oy ichida ish topdingizmi yoki undan avvalroq topdingizmi? 1 oy ichida уже telefon qilishdi, shu ishga olamiz bunaqa intervyular bo'ldi. Atak 1,5 oy cho'zildi, shu ishga bilan borib ish boshlagan. Viza olguncha, shunaqa dokumentlarni ishlar 1,5 oyga cho'zildi. Hozir qaysi brendga kirgansiz mana? Xo'sh, men hozir Jordan'da ishlayman. Basketbolning kompaniya Michael Jordan. Shu Dubai Mallda Michael Jordan'da, Jordan magazinda. Xo'p, mana shu deyapsiz, 1 oy vaqtim yetmay qoldi deyapsiz. Yetmay qolganda nima qildingiz? Xo'sh, variantlar ko'p. Bittasi Omanga chiqib kelish va change visa qilib, ikkinchisi Toshkentga. Endi Toshkentga borish sal qimmatroq o'tishar ekan, o'shanga jimgina Omanga chiqib keldi, bir ikkita akalar bilan. Shunaqa, yetmay qolgani uchun Omanga. Omonga chiqib kelish qancha bo'ldi? Xo'sh, Omonga chiqib kelish общий 400-450 dirhamlarga aylanadi. Agar avtobus orqali chiqsa, to'g'rimi? Avtobus orqali chiqdi, biz 400-450 larga aylandi. Keyin yana bitta yo'li bor, yengil mashinada chiqib kelishadi. U jicha riskovniy. O'zi bildingiz ham shekilli, to'g'rimi? Kimdir chiqa olmadi, qolib ketdi. Shingina avtobus qilib qo'ya qoldik. Normalniy bo'ldi hammasi, tekis. Qaysi yo'lni maslahat berasiz qolganlarga agar mabodo yetmay qolsa? Menga eng zo'r maslahat berganim avtobus bo'lsa kerak. Menda o'zimga cho'tki bo'lgani uchun, men yaxshi bo'lgani uchun maslahat beraman. Balkim samolyotda yaxshiroqdir, lekin men misol uchun avtobus zo'r o'tdi, bordim, konser, normalniy hammasi tekis borib, tekis qaytib keldik. Ha, yaxshi. Mana endi ko'rdingiz, siz bu yerda mana kelib ish qidirdingiz, o'zingiz ko'rdingiz, mana saytlar orqali yurib ham ish qidirdingiz. Eng muhim narsaga e'tibor beradigan narsasi nima deb o'yladingiz mana shu yerga kelib o'zingiz tajribangizda? Xo'sh, menimcha eng muhimi baribir bitta tanishingiz bo'lsa, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Bu yerda ishlaydigan tanishingiz bo'lsa, uni ham по-любому tanishi bo'lsa, tanish qilib ish topsa osonroq bo'ladi. Ikkinchisi, baribir harakat qilish kerak. Avvalambor Alloh taolodan so'rab, duolar qilib, uydagilardan duolarni olib, harakat qilsangiz topiladi ish inshaalloh. O'sha 50% va omad ham kerak. Shu omad ham, misol uchun menda ko'p yurmadim. Mollada uyda onlayn topshirdim. Omad bo'lib bitta kattaroq kompaniyadan chiqib qoldi bitta. Shunaqa omad ham rol o'ynaydi yaxshigina. Ya'ni informatsiya ham kelib turdi sizga, o'shalar bilan birlashib informatsiya keldi. Xo'p, yana mana qiziq savol bo'ladi. Mana ko'pi aytadi-da, aka, men tilni bilmayman, rus tilini bilaman, borib ishlasam bo'ladimi deganlarga mana o'zingizni shaxsan fikringiz nima deysiz? Mana siz rus tili, ingliz tilini bilasiz. Rus tilingiz bilan ish topib ketgan bo'ladimi deysiz? Rus tilim bilan ish topib, qanaqa ish topib ketsam bo'lardim? Restorandan chiqib qolsa kerak. Mana rus tilini bilsam, oddiyroq restoranlardan. Atak hamnaqa sales yoki seryozni restoranlarga kiramansiz, ingliz tilsiz. Iloji yo'q desam bo'ladi menimcha. Chunki o'zimizda bitta bola keluvdi, qirg'izistonlik, ingliz tili почти 0,
rus tilini biladi. Restoranga keldi, keyin dokumentalniy problemalar bo'lgani uchun bo'lmadi xullas. O'shanga ingliz tilini bilib kelgan yaxshi baribir. Faqat rus tilini bilsangiz qiyinroq bo'ladi lekin ingliz tili baribir arab davlat bo'lgani bilan ingliz tili baribir asosiy til bo'lgani uchun любойga ingliz tilida gapiradi, o'shanga ingliz tili juda muhim. Yaxshi. Oxiri mana endi ingliz tili muhim dedingiz. Agar siz bu yerga kelayotganingizda qancha summa bilan olsangiz, shu 1 oy muddat ichida yoki 2 oy muddat ichida shu ishingizni topib ketguncha bo'lgan muddatda qancha pul sarfladingiz siz o'zingiz? Xo'sh, men o'zim 800 dollarlar bilan kelganman. Endi baribir kelib bu yoqqa ish qidirishga kelyapsiz, dam olishga kelmayapsiz, baribir o'shanga sal tejab o'tgan nafs pul bo'lmasdan tejabroq ishlatsangiz 800, 900, balkim 700 dan ham yetkazsa bo'ladi deb o'ylayman 1 oy ichida. Men misol uchun yetkaza oldim. Bir xil qaysidir payt nimadir ichki kelib qolganlar, yegisi kelib qolgan qadar borgisi. Endi Dubay baribir o'ziga jalb qiladi. O'ziga jalb qiladi. O'shanga agar yetkazsa bo'ladi 800. Endi 1000 bilan kelsangiz undan ham zo'ru. Atak minimum menimcha 800-700 deb bo'lsa kerak. Mana hozir bizni kuzatib turganlarga, masalan, ingliz tilini bilib, mana endi chiqaman deganlarga nima maslahat berasiz? Mana siz ham yosh bo'lib keldingiz. Ularga nima maslahat berasiz? Chiqishsinmi yoki kelmasinmi? Masalan, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men deb o'ylayman, kelgan yaxshi. Birinchidan men o'zim o'ylab yurdim juda. Borib nima qilaman? Keldim, harakat qildim, topildi ish. Til bilsa tim bo'ldi. Misol uchun ingliz tilini yaxshi bo'lgani uchun ham zo'r bo'ldi. Agar kelganga yarasha harakat qilish kerak. Faqat uyda o'tirmasdan chiqish kerak, chunki yangi davlat o'rganishga tim bo'lib ish qilayotgan paytingiz Dubay juda ko'p joylar bor. O'tdan-o'tga aylanib yursangiz, yillarni topshirib, hatto tanishdan ortsangiz bo'ladi. O'tga kirib, mana harakatni yana jihat tasvirlab o'tib ketaylik. Ya'ni harakat deganda nimani nazarda tutyapmiz? Ya'ni yurib, tashqariga faqat onlayn. Shunaqa. Harakat deganda men harakat misol uchun kelib men ko'proq onlayn qildim, lekin bir ikkita bolalar o'tdan-o'tga shu face to face yurishdi. O'shalarda ko'proq natija bo'lgani uchun o'shani harakat deb bilaman menimcha. Onlayn o'tirgandan ko'ra chiqqaningiz yaxshi. Nafaqat ko'proq joyga borasiz, ham tanish ham orttirasiz. Shunisi ham yaxshi ekan menimcha. Chunki agar men yana bitta kelib qolganimda, boshqa kelganimda onlayn qilmasdan o'sha face to face yurardim mollarda, o'sha joylarda. CV'ni topshirib onlayn qilganga yarasha. Mana endi qiziq savol. Hamma aytadi, qancha budjet atrofiga ishga kirdi kim bu bola degan savol bor-da ularda. Primerni qilib ayting. Qancha misol uchun hozirgi kunda masalan bonuslaringiz har xil bo'ladi. O'shanga chiqib xo'sh kelganimdan birinchi shu kontraktimda har oy beriladigan oyligim 3000 dirhamcha atrofida bonusim bor. Rus tilini bilganim uchun bonusim shu bilan 4,5 ming bo'lib qoladi. Ya'ni bitta rus tilini bilganingiz uchun 400 dollar qo'shilyapti. 400 dollar shunaqa. Chunki rus tili juda endi rus turistlar rosa ko'p ekan bu yerda, o'shanga rus tili ham juda asqotadi. Undan tashqari bonuslar ham tushadimi? Misol uchun 4,5 mingdan tashqari. Shunaqa tushadi, bonuslar ham tushadi. Endi sotganingizga yarasha, target urganingizga yarasha insentivlar keladi, bonuslar keladi yoki shunaqa aslan o'sha target targetlardan keladi aslında. Mana kelganingizdan beri eng katta ushlagan oyingiz qancha bo'ldi? Eng kattasi 1400 ta bo'ldi. Dollarda. Dollarda yaxshiroq chiqqandiga, shu targetlari ham yaxshi bo'lgani uchun 1400 ta atrofida chiqdi oylik. Mana ko'rdinglar, agar bugungi videoyimiz sizlarga qandaydir manfaatli bo'lgan bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Bu yerda nr-uzastro, ya'ni so'raganlarga telegramim bu. nr-uzastro. Yozasizlar, agar sizlarga uy-joy boshlanishida ko'mak, ish uchun maslahat va yaxshigina professional CV'lar qilib berish kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh kutib beramiz. Aytib o'tdik, ukamga ham aytganman, ishni men topib bermayman. Faqat yo'naltiraman, mana deyman, harakat aytganda harakat qilishadi va o'zi natijasi Alloh beradi. Servisimiz narxi 100 dollar. Ya'ni aeroportdan kutish, shu aytib o'tgan servisimni atiga 100 dollar olaman. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like, keyingi videoda ko'rishguncha mayli. Uzastro.